navbatdagi bemorimizni nevrologiya markaziga sidik tosh kasalligidan murojaat qilib kelingan. Bemorimizda mana simkada ko'rsak bo'ladi. Chap buyrakning yuqori uchligida tosh joylashgan. To'rqonli buyrak sanchig'i bo'lgan va bemor klinikaga borgan va o'sha yerda sidik tosh kasalligi aniqlangan. Bemorga operatsiya davo taklif qilingan. Bemor bizga murojaat qilib kelindi. MSKT simkasini mana ko'rsak bo'ladi. Haqiqatda yuqori uchligida mana bu yerda tosh turibdi. Rentgen ham qaytadan qilindi. Mana o'sha tosh holati yuqori uchlikda turganligini ko'rsak bo'ladi. Endi bemorga yengil metodlar, ya'ni toshni bartaraf qilish metodlaridan biri bu tashqi to'lqin bilan toshni maydalash, ya'ni shatiga tiq tegmaydi, pichoq tegmaydi. Tosh maydalanadi. Tosh maydalangandan so'ng tosh o'zini yo'li bilan tushishi yengillashadi, ya'ni tushishi oson bo'ladi. Maqsad nima bu yerda? Bemorga tiq tegmaydi, pichoq tegmaydi. Mana shu tosh tashqi to'lqin bilan maydalanadi. Tosh maydalanadi va toshni tushishi yengillashadi. Ya'ni bu toshimiz 6 mm bo'lsa maydalanganda 2-3-1 mm bo'ladi va qum darajasiga kelgandan keyin tushishni boshlaydi. Endi toshni razmeri ham juda katta ahamiyatga ega. Shuning uchun bemorni avvalambor toshning razmeri, plotnosti va sidik nayining diametriga katta ahamiyat beriladi. Hozir jarayonni olsak, bemor tosh maydalash jarayoni boshlandi. Bunga apparatda tosh fokusga olinadi, pritselga joyidan qochib ketmasligi uchun va mana bu yerdagi membranada to'lqin paydo bo'ladi va bu to'lqin fokus orqali, ya'ni tosh pritselga olinganda o'sha toshga borib toshni maydalaydi. Mana shu tosh pritselga olinyapti. Hali rentgenda ko'rgan toshimiz shu. Uzi kontrolda mana tosh ko'rsak bo'ladi. Mana to'lqin o'tyapti, mana tosh sakrayapti. Agar ko'rsak ahamiyat berib. Demak, tosh maydalash jarayonida albatta buyrakni atrofini kuzatib turishimiz kerak. Buyrakga zarar yetkazmaganlik maqsadida bu bemorimizni maydalash jarayoni effektivligini yaxshi deb baholasak bo'ladi, chunki ekranda ko'rishimiz mumkin, o'sha tosh bo'laklariga bo'linib ajralyapti. Bu muolajamiz 40-45 minut davom etsa, bemor 1 soat 2 soatda uzoq o'zini uyda bemalol choy ichib o'tirishi mumkin degan bo'ladi. Mana tosh maydalandi. Mana bitta bo'lak, mana ikkinchi bo'lak. Yana davom etamiz.